Ammo yuz qismimni belgilab bo'ldim. Biroq kiyim-kechak toza yana bir xil mao orliqlar bir uslab rasmning rangi yaxshi emas. Unda bo'lsa chashma bir xil oq kirib ketgandek ashundaq. Unda bo'lsa men bu yerda tanlash rayining X tarafini bir taraf qilaman. Unda bo'lsa qanday qilaman? Tanlash degan tizimlikning ichiga kirib, ta'tir tanlash. X'ni tanlash deydi-ku. Yoki bo'lmasa knopka taqsidan Ctrl Shift I ni bosib turib, ta'tir tarafini tanlayman. Ta'tir tarafini tanlasam, maya teri kirkitdi. Asli bu ham qardab ketadi. Biroq men paylashtirish unimni yuqori yurayotganligim uchun maya bo'lgan ta'sir cho'ng bo'lmay, tadrij singishib ketgan unim berdi. Shunga yana tangshashning ichidagi sija degan kirib, buningdan endi sal qarditime. Hozir kiyim-kechak bek qarab ketdi. Qarab ketsa muvofiq tangshayman. Endi abiyaqa qaraganda bir xil nur yurib, yangi kiyimdek bo'ldi-ku mava. Shunda bo'ldimi bo'lmadi? Bo'lgandan keyin jazmlashtirib qaytib chiqaman. Jazmlashtirdim. Endi kichigiltib ko'rib baqay. Muvofiq tangshildi. Shundaqmi? Demak, mavo rang tangshish mushundaq bo'ladi.